VPN phishing模式altı demekçi. Şimdi phishing模式altına biz qo'ziq desak, demekçi aeroplan altı bo'lib ketadi demekçi. To'g'ri ishlamaydi, layya ishlamaydi degandek. Hamda Radian. Biz bayam deganga o'xshash, ham yerda so'zlab o'tganga o'xshash, bu Windows 10 ishlovchi sistemasidan afzaldagi bo'lgan to'rt taqish iqtidori. Hamda ismi ma'lumot bo'ldi, ama to'rnikka maxfiy nomeri mana bu. Hamda birinchi qilib maxfiy nomerini ismini biz qolgancha o'zgartirib yuboramiz. Manda ismniki, manda maxfiy nomerga to'g'ri taqitilsin deb, telefonni kontrol qilgan o'xshash kontrol qila olamiz degan. Bunu tildan bilərləmiz, şu Windows 10 məşğul sisteməsinin gəlmək işini ayacağı saldıqan iqtidarların yanılğanlığını biz təfsili öyrənib çıxıb analiz qıla alayımız deyə gəp. Həmdə miyədəki olanğan həmdə kompüterlərdə işlətkən Julia, yəni aqım miqdarını göstərib beradi. Daily vakalat. Şu şəcə daily. Məsələn, qo'l tanshaka oldi, yoki tanshaka oldi demekçi. To'rlarniki oldi, to'r ochiq himoya, Wi-Fi, VPN, uzanğanma degandek holatini ko'rsatib beradi. Endi yana qaraydigan bo'lsak, Shijian Yuan, Shijian He Yuan. Endi bu yerdagi qaraydigan bo'lsak, bu yerda Dangjian Shijian He Shijian. Röti He Shijian. Bu yerga 2019 yılı 12 yanvar 24 günü aynen düşmüş. Bu hozirgi vaqtni ko'rsatib beradi arkadaşlar. Endi bu yerga qaraydigan bo'lsak, azizlar Shijian. Bu ya'ni ichiqliq. Bu nima degan gap deganda avtomatik vaqt tanishasiz degan gap. Bu deganimiz kompyuterga to'g'ri ulangandan keyin avtomatik vaqt tanishib bersin degan gap. Endi yana ma'vo Shijian. Zidon Shijian. Yani avtomatik vaqt farqi, yani vaqt rayoni tanishib bersin demekçi. Canza shiyon baychi. Ayada bizniki o'rnimizni ko'ramiz degan. Endi biz soatni o'zgartirib etmoqchi bo'lib qolsak, bu Zidon Shijianni chekayotgandan keyin soatni o'zgartirib yuboramiz. Shijianni chekib, kungaini chekib, yani 2019 yenge 2020 degan tanlab, qanday qilsak o'zgarib ketadi degan gap. Biraz ichib etdik, hamda to'g'ri chatgandan keyin, to'g'ri ulangandan keyin bevosita o'zgartirib berdim. Ya'ni to'g'rilab berdim. Bu Chuyan, ya'ni bu tavalligini Goja Hodichu devlet ve rayon tavalligini tanlab berang deydi. Jongguo. Endi bu kompyuterniki misol arkadaşlar biz bilishdim o'shilab o'tgan. Bu kompyuterda xalqaro qo'llanishchan uskuna. Bu ne? Barliq davlatlar ishlatildi, butun dunyo miqyosida ishlatildi. Kompyuter Amerikada barliq kelgan deb o'tgan to'p. Ya'ni Microsoft ta'minlagan bu Windows 5 sistemini qashlab ishlatyapmiz. Buningda demak butun dunyo taqiqlagan sistem bo'lg'achqa bu ne? Biz butun dunyodagi ham shu davlatlarniki tanlash tizimligi babında. Shu tanlab ishlasak, bevosita shuni vaqt farqi yoki o ishlatilgan til bo'liqlari deganlarni tavsiya qilib yoki shu vaqt farqini shu bo'yicha chiqarib berdi degan gap. Masalan, bu yerda ko'rsatib berayotgan hamda asta qaraydigan bo'lsak, bu yerda really o kalendar, onlayn kalendar bo'yicha chiqsa, mana holatda shantiye周一的第一天升级mesela haftanın birinci günü düşenbe. Mesela dönröçi. Mesela kısa görüngen alet iken o röçini alet mesela o yıl ay günü gösterip beradılar. Hem de uzun görüngen alet iken ondan alet görünsün, saat mana alet görünsün, kısa görünsün yeni alette. Yani uzun görünsün yeni alette sekundun tatlı boşalt göründü diyen gibi. Bunu mesela yani besip görüp baksak şey çıkıyor. Mesela sekundum çıkıp durada 3 minutda 43 sekund. Kalendar emisi hem şu alette iqtidorli şu sistem yanlangandan keyin mouse'ni hech qanday bosmay ustiga olib bosaqmi, bunda yuradigan holatda. Bunda bo'lib shakllangan. Endi bundan boshqa Yuan. Endi Yuan deganimiz biz kompyuterimiz ishlatayotgan til bo'lganini ko'rsatadi arkadaşlar.
Endi biz dashlab kompyuterni qachilgan chog'da yuyan qachilganda masalan biz tavallik o'rnini qachlab qo'ygan ekan o'sha Jongguo, ya'ni Zhongwen, Zhonghua Renmin Gonghe ya'ni Junxo xalq ham shu Junggo davlatimiz ishlatayotgan shu til bo'liqi yana Zhongwen hazratlar o'rtaq til yezig'ini bevosita bizga ta'minlab ko'rsatib berdi. Endi bundan boshqa biz til bo'liqlarini tushirib qachirmoqchi bo'lib qolsak, üstü tuğan Tianjia Shouxian Yuan deganni chekib biz buningdagi barliq qanday til bo'liqlarini ko'ra olamiz. Shuning ichida biz o'zimizga ehtiyojli bo'lganlarni tushirib qochirib olsak bo'ladi degan gap. Masalan biz boyam deb o'tgandek bu Windows ya'ni bu kompyuter Windows sistemasi dunyo miqyosida tarqalgan sistem bo'lg'achqa buning barliq davlatlarningki til bo'liqi qachlangan demakchi. Hem bir yerden biz özümüz işletilen hem de til bo'liqlarini izlab tepib tushirib olsak bo'ladi. Yoki yerdan tepib bulush tez kelib qolsa, yerdan yozsak bo'ladi. Avval qarab olsak Uyg'ur til yozig'i qo'shilgan. Bayam deb o'tgandek 2012-yilda Windows 8 mashg'ulot sistemasida til bo'liq Uyg'ur til bo'liqni qo'shib, shundan keyingi Windows nashrlarida Uyg'ur til bo'liq ishlatilgan holat kelgan deb so'zlab o'tgandik. Bu dal shu Windows qo'shilgan Uyg'ur til bo'liq. Biz hech qanday bir detal tushunmay turibmi, Uyg'urcha ishlatalaymiz degan gap. Biz buni tanlab bo'lgandan keyin bevosita qo'shish Tianjia olib chiqib Anzhuang qilyapti, bevosita. Anzhuang Yuan 世界为我的先是语言ko'rinib tursin deydi. Buni bari qo'yimsal ko'rinmaydi. Anjam yuyan bor. Til bo'liq qochilash ko'rsatib beryapti. Til bo'liq qochilyapti mana. Endi undan boshqa yuyin ovozni ko'rsatib beryapti. Ovozni. Bu yerda yana tavallik rayoni ko'rsatib beradi. Mikrofonni ko'rsatib beradi, mikrofon. Yet ko'rsatib bergan ovozniki farqlantirish holati, anglab baqish holati degandan keyin miyadani chiqarib ko'rsatib beradi-da, bizni qarshi beylaninkini. Yana qaraydigan bo'lsak, bu kartani. Biz bayam miyada so'zlab o'tgan kartani dal o'zi shu bu. Mikrofon orqali biz buni paranglish jarayonini chiqarib beralaydi degan gap. Endi biz bayam so'zlab o'tgan mashg'ulot jarayonlarimiz hamisha oxirlashdi arkadaşlar. Endi qaraydigan bo'lsak, endi biz Jo'manga ya'ni ustal yuziga qaytib keldik. Ustal yuziga qaytib kelgandan keyin bu yerdagi barliq sim belgilarini ko'ramiz. Bu sim belgilarini ichiga siltanani ichib, bizning qattiq disk rayoniga, ya'ni siltanani bizning hujjat rayonimizga kiralaymiz. Hujjat rayonimizga kirgandan keyin bu yerdagi balki 3 tal endi qattiq diskga rayon ayrilgan 3 tal qattiq diskni ko'ralaymiz. Bundan birinchisi qaraydigan bo'lsak, C, ya'ni bunday sifanda ketiba ya'ni miyada Windows'dan belgisi var. Mouse üstüge kelsak, buni ishlatib bo'lgan yoki qilib qolgan konjerlarni ko'rsatib beradi. Yoki buni mouse ustiga aytganmisak, bu miyada bevosita chiqib turadi. Demak, bu C-panda sistem yumshoq detal qachilangan degan gap. Biz yumshoq detalni ikki xil ayirgan to'q, sistem yumshoq detali va qo'llanishli yumshoq detal deb. Demak, bu C-pand sistem yumshoq detalni qachilaydigan diska demekçi. Bunu hiç baksak barliq detallar sistem yumshoq detali. Endi qaraydigan bo'lsak, E-pan, F-pan. Bularningki hammasiga biz o'zimiz qochilib olgan hujjatlar bor. Qochilib olgan qurib olgan hujjatlar bo'ladi. Endi kompyuterlarda qattiq diska shularningki hammasini o'z ichiga oladi. Biz qattiq diskini masalan 500 yillik yoki 120 yillik, 120 GB'lik qattiq diska bu deyman. Buni endi odatda sizlar kompyuterni chiqarib ishlatib yoki keyin ma'lum bir kasb bilan shug'ullangan vaqtlarda
qattiq diskini jiqroq ishlatadigan bo'lasizlar. Nimishqa deganda bir dala qattiq diskga qarab o'ttirsak, u diskga to'lib ketadigan yoki bek jiq bir narsa qo'shib qo'ysak, eg'ilib ketadigan holat yuz berdi. Shunga har xil sharoit qarta qattiq diskni almashtirib ishlatsangiz yoki sharoitga asosan qattiq disklarni almashtirib ishlatsangiz bo'ladi.